Hunarmand uyushmasi tomonidan milliylik, innovatsiya va zamonaviy fikrlashning uyg'unligini namoyon etuvchi startap loyihalar va inkubatsiya markazining ochilish marosimi o'tkazildi. Startap loyihalar va inkubatsiya markazi. Bu ijod, tafakkur, ta'lim, hamkorlik va iqtisodiy o'sish nuqtasidir. Yangi markaz nafaqat hunarmandchilikni rivojlantirish, balki sohaga endigina kirib kelayotgan qo'li gul yoshlar, dizaynerlar va texnologlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Markaz marketing, dizayn, raqamli texnologiyalar, ekologiyaga asoslangan ishlab chiqarish, startap loyihalarini amalga oshirish va bozorga chiqarish kabi keng ko'lamli yo'nalishlarni qamrab olgan. Hunarmandchiligimiz an'anaviy milliylikda tarafi. Lekin bugungi kunga moslashish uchun kreativlik kerak hunarmandlarga. Shuning uchun biz Respublika hunarmand uyushmasi tarafdan mana shu startap loyihalarga e'lon bergandik. Bugun mana g'oliblarni e'lon qilyapmiz. Bu Davletovlar oilasi bu Farg'onada o'sha chiqindilardan tola qilib, shundan mahsulot ishlab chiqarish. Ham bu ekologik, ham bu ekologiyada o'sha chiqindilar tozalash, hamda bu yangi mahsulot. Ikkinchi o'rinda biz berdik bu keramikani ayollar bezagida ishlatilgani uchun. Bu ham yangilik, sababi kam bilan ushlaydi. Ham bu Abdulvohid Buxoriy deydi, bu Buxoriy keramikasi namoyandasi. Uchinchi o'rin bu yangi zamonaviy. Bu zamonaviy krossovkada qorako'l matosi. Bu krossovka tikilib, shunga shu qorako'l bu ham endi xorijlarda qiziqish bo'ladi. Maqsadimiz hunarmandlarda mana shu xorijdan kelayotgan turistlarni yangi mahsulotlar bilan qiziqtirish va sotish. Tadbirda shuningdek startap tanlovi g'oliblari ham taqdirlandi. Hunarmandlar tomonidan yaratilgan innovatsion loyihalar, qayta ishlash, raqamli marketplace'lar kabi yo'nalishlardagi loyihalar e'tirof etildi. Kichkina hunarimizga katta e'tibor berilganidan juda xursandman. Moviy Buxoro kulolchilik maktabini tiklash ishi bilan bandmiz. Bu o'yinchoqlar ham katta san'atni kichkina ajralmas bir bo'lagi. Mahsulot ishlab chiqarganimizda qiyg'imlar chiqadi, chiqindilar chiqadi. O'sha chiqindidan yangilik yaratish. Bu yaratgan yangiligimiz bizani turistlarni jalb qilish. Men bu startap loyihasida O'zbekistonda hech qachon qilinmagan krossovka, sport oyoq kiyimini yaratdim. Qorako'lni qiyg'imidan bo'lgan. Tadbir dastur doirasida milliy liboslar faxrim deb nomlangan moda